قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi. 5-bob ئالەم بوشلۇقىدىكى قاتىل خەنجىرى. Davomi. Liberal müdafiəlanishga qarshi siyosat belgilgüçiler 5 burcaklik bina, ya'ni Davlat Müdafiə Ministerligining Xitoyning siniqini oshkora ayblashni qattiq chekladi. Buning parda orqasidagi sabab shuki, bu amaldorlar Amerika armiyasining Xitoyning olam boshliqidagi tahdidiga taqobil turish uchun olam boshliqi qurollarini taraqqiy qildirishiga sabab tepib berishni xohlamaydi. Amerika hukumatidagi bir bayonotchi Xitoyning bu 3 sun'iy hamrohining strategiyalik qo'mondonlik shtabining tarmoqidagi olam boshliqi ishlariga mas'ul birikma funksiyalik urush qilish shtabi tarafidan kuzatilayotganligini, buning mazkur tarmoqning olam boshliqidagi nishonlarning izini qo'g'lash uchun qiladigan kundalik harakatlari bilan birdak ekanligini aytish bilan kupaylandi. 7-oyning 20-kuni bu sun'iy hamrohlar qo'yib berilib, uzoq o'tmayla mazkur shtab ularning izini qo'g'lashga boshlagan va Davlat Müdafiə Ministerligining bayonotchisining aytganidek, bu 3 sun'iy hamrohning o'zaro va olam boshliqidagi boshqa nishonlarga ko'ra nisbiy harakat qilayotganligini bayqagan. Bu olam boshliqi tajribasi ishlangan vaqtda Obama hukumati o'zining Amerika bexatarligi qarta shakllangan bu xil chet el tahdidlarini oshkor munozir qilmaslik an'anasiga rioya qilib, sinoq qilingan narsaning hujum tipidagi qurol ekanligini jamoatchilikdan qasddan yoshirgan. Sun'iy hamrohlarimiz olam boshliqi urushining tahdidiga uchramoqda. Ammo bu ahvol oshkorlangan taqdirda bo'lg'usi olam boshliqi urushiga tayyorlik ko'rish uchun davlat mudofaa xomchotini oshirishga to'g'ri keladigan bo'lg'achqa, Obama hukumati Amerika xalqining buni bilishini xohlamagan, deganidi heliqi amaldor manga. Xitoyning uningdan texmi ilgirki mikro sun'iy hamroh siniqimi uning orbita sun'iy hamrohlarga yaqindan hujum qilishga ishiltish mumkinchiligi sabablik xalqaroni tashvishlantirgan edi. 2008-yili Xitoy o'zining Shenzhou 7 nomli odamlik olam uchqisidan BX1 tiplik mikro sun'iy hamrohidan birini qo'yib bergan edi. Mazkur BX1 saytiga 17,000 milliy nisbiy suratda safar qilib, xalqaroliq olam boshliqi punktiga 15 mil yaqinlikda harakat qilgan edi. Bu to'limi xatarli qilmish bo'lib, bu xil ahvolda bu ikkisi o'zaro so'qishib ketsa, oqibati favqulodda ig'ir bo'lgan bo'ladi. Amerika istixborot sohasidagilarning ko'pinchisi BX1 mikro sun'iy hamroh siniqini kelgusidagi o'rtaq orbitalik sun'iy hamrohga qarshi hujumning tayyorligi deb qaragan edi. Xitoyning ichida bo'lsa, sun'iy hamrohga qarshi urush plani 2012-yili e'lon qilingan sun'iy hamrohga qarshi harakat energiyalik boshqariladigan bombaning ishiltilishiga aloqador bir harbiy dokladda oshkorlangan. Bu dokladda Xitoy Amerikaning yordamida o'zining sun'iy hamrohga qarshi urush programmasini taraqqiy qildiryotidi deyilgan edi. Dokladda yana Amerikaning yurishlik sun'iy hamroh jabduqlari deb atiladigan yumshoq detal programmasining Xitoy armiyasining sun'iy hamrohga qarshi programmasiga ishiltilayotganligi oshkorlangan. Mazkur dokladning tarjima nusxasida sun'iy hamrohga qarshi harakat energiyalik boshqariladigan bomba inqilob xarakterlik yangi uqum. Shundaqla cho'chitkichi urush metodlaridan biridir. Buningdan sirt taqlidiy olam boshliqi sun'iy hamrohga qarshi harakat energiyalik boshqariladigan bomba tadqiqotiga yordam berdi deyilgan edi. Xitoy Ozodlik armiyasining yana bir
təhlilçisi ئالەم boşluqi zamonaviy uchur jangoyining qo'mondonlik nuqtasidir degan edi. Xitoyning harbiy asarlarida dushmanning razvedka va aloqa sun'iy hamrohlarini vayron qilish, buzib etish va uningga qarshilik tug'dirishning ta'xirsizligi ta'kidlanadi. Xitoyning yana bir parcha harbiy asarda dushmanni ko'rish iqtidoridan mahrum qilish, eng avval ularning sun'iy hamrohlarga hujum qilish kerakligi o'ttirib qo'yilgan. Xitoy Ozodlik armiyasining bir dokladida sun'iy hamroh va boshqa suzgichlarni vayron qilish yoki qo'lga tushirish dushmanni jangohdagi tashabbuskorlikdan mahrum qiladi va ularning boshquriladigan bombaga o'xshash yuksak to'g'riliqda yo'l boshlashga muhtoj qurollardan to'liq foydalanishni mushkullashtiradi deyilgan edi. Amerika havo armiyasining amaldorlari elektronlik kashili to'lqini tarqatquch, tor hujumlari, lazer apparati va boshquriladigan bombalarning GSP sun'iy hamrohlarga osonla hujum qila oladiganligini oshkorladi. Trump hukumatining havo armiya sekretari Hesir Wilson 2018-yili havo armiyasining sun'iy hamrohga qarshi hujumidan saqlanish iqtidori texmi kuchlik, texmi yangi va ilg'or GSP sistemasi barpo qilish uchun tirishayotganligini aytdi. Oxirida Amerika armiyasi yangi keng chastotaliq sun'iy hamroh aloqa torini o'zining koni GSP sistemasining o'rniga dasitishni planlamoqda. Agar siz telefoningizdagi xaritani ichib, o'rningizni belgilaydigan ashu ko'k nuqtaga qarsangiz yoki avtomatik pul elish mashinasi, ya'ni ATMdan pul olsangiz, shuni bilingki, bularning hammasi Colorado Springs shahridagi, ya'ni bu yerda Shriver havo armiya bazasi GPS sun'iy hamrohlarni kontrol qilish markazi ko'zda tutilgan. Odami 40 ga yetmaydigan havo armiya o'ttir atirti ta'minlayotgan mulozimatdir. Biz har kuni butun dunyodagi 1 milliarddan ko'proq odamni GPS mulozimati bilan ta'minlayotimiz. Bu to'limi kuchlik iqtidordir. Shundaqla biz bu sistemaning uzoq muddatlik chidamchanligini oshirish uchun tirishayotimiz. Xitoy GPS sun'iy hamrohlarining urushdagi qimmatini Paris qo'ltiqi urushidan bildi. Xitoyning 2013-yildagi GPSni kartdan chiqarish haqidagi tadqiqot nomliq texnikalik dokladida GPS sun'iy hamrohlarining 1991-yildagi Paris qo'ltiqi urushida etilgan bombalarning 80%ga yo'l boshlashda ishlatilgan halqiliq omil ekanligi jazmlashtirilgan. Mazkur tadqiqot dokladida Xitoy Amerikaning 8 sun'iy hamrohga hujum qilish orqali muayyan rayonlarda Amerikaning yuksak to'g'riliqda yo'l boshlanadigan bombalarning nishonga dal tegishiga zo'r darajada to'sqinlik qila oladi. Ikki guruh GPS sun'iy hamrohlarini ko'zdan yo'qotganda GPS sun'iy hamrohlarining kecha-kunduz yo'l boshlash mulozimati bilan ta'minlashini to'sqili bo'ladi deyilgan. 2018-yili Amerika havo armiyasining shtab boshlig'i general David Goldfein Amerika, Xitoy va boshqa olam boshliqi tahdidlariga qarshi strategiyalik afzallikka erishish uchun o'zining olam boshliqi qurollari bo'lishiga muhtoj. Amerika armiyasi hujumga uchirmaslik va hujum qila olishi erkinligining kapolati bo'lgan olam boshliqi hukmronligini qo'lga keltirishga tirishish kerak dedi. U yana biz energiyalik ovozdan tez suratlik, kvantlik hisoblash texnikasiga ega qurollarga o'xshash olam boshliqi sohalarga qanchalik mablag' solganimizga qarab chiqyapmiz. Shundaqli bizni eng ko'p kuchimizni bu masalani hal qilishga ajratish
va shu orqali бар imkoniyatimiz bilan masalani hal qilib, uningdan chiqadigan eng yaxshi natijani qo'lga keltirish imkoniyatiga ega qiladigan chorani izlayapmiz, dedi. 2000-yillarning oxirida Amerika havo armiyasi Amerikaning davlat bexatarligi uchun favqulodda mo'yin bo'lgan 6 sun'iy hamroh to'pi va 12 sun'iy hamroh sistemasini ishga kirgizgan edi. Bu sun'iy hamroh aloqa qo'mondonlik va kontrol boshqariladigan bomba ogohlantirishi, yadro quroli portlatish ahvollari bayqash, havo rayi, shundaqla dunyo miqyosida GPS yo'l boshlash mulozimatlari bilan ta'minlaydi. Hava armiyasining pensiyaga chiqqan generali Amerika strategiyalik qo'mondonlik shtabining sobiq qo'mondoni Robert Keyler suv osti parxodi boshqariladigan bomba va bombardimonchi aeroplan qatorliq yadro qurollari qismlariga yetakchilik qilishda ishlatiladigan yadro qurollariga qo'mondonlik qilish va kontrol qilish sistemasining aloqa sun'iy hamrohlarga qilingan olam bo'shliqi hujumlarga bardoshlik berolmaslik mumkinligini bildirib, qo'shinlarimiz olam bo'shliqiga tayanmay turib harakat qilolmaydigan holga tushib qolsa bo'lmaydi. Biz bugun dushmanning kuchlik olam bo'shliqi hujumida beshimizga kelishi mumkin bo'lgan ziyonlarni tez surat va zo'r miqdorda to'liqlash imkoniyatiga ega emas, dedi. Davlat Mudofaa Ministrligining olam bo'shliqi ishlariga mas'ul sobiq muavin ministri Dag Lovero majlisga guvohlik berib, Amerika armiyasining olam bo'shliqi urushiga yaxshi tayyorlik qilolmaganligini aytib, agar biz bugun Tinch okeanda urush qilib qolsak, Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni aloqa ishlarida zo'r besimga duch keladi. 2027-yildan burun bu masalani hal qilish planimiz yo'q. Ammo u vaqtga borganda dushman o'zining aloqador texnikalarini 2-3 avlod yengilab bo'ladi, degan edi. Xitoyning olam bo'shliqi tahdidi Amerikaning 100 millik tövan orbitidan boshlab 22.500 millik mas qadamlik orbitigacha bo'lgan 4 xil egizlikdagi sun'iy hamrohlarga hujum qilishni nishon qilgan. Xitoy ashu sun'iy hamrohlarning har qandig'ini nishonga ilishga tayyor. Shundaqla ular u sun'iy hamrohlarga shundaq bir shaklda zarba beradiki, vaqt kelganda biz o'z sun'iy hamrohlarimizni qo'g'dashdan ojiz kelamiz, degan edi u. Sun'iy hamrohga qarshili tug'dirish yoki uni vayron qilib etishdan sirt, Xitoy va boshqa dushmanlarimiz mukammallashtirishga tirishayotgan, texmi pishib yetilgan yana bir texnika sun'iy hamrohlarga qilinadigan tor hujumidir. Dushman elektronlik yo'llar orqali sun'iy hamrohning ichiga suqinib kirib olsa, xato yoki eziqtirg'uchi uchurlar bilan ta'minlab, harbiy qo'mondonlarning, ya'ni uqishmaslikdan o'zi bilan ittifoqdosh kuchlarning bazalariga hujum qilish buyruqi tushirishiga va o'z mag'lubiyatiga sabab bo'ladigan boshqa ishlarni qilib qo'yishiga sabab bo'ladi. Strategiyalik va xalqarалық tadqiqot markazi Avazda olam bo'shliqi bexatarlik projektining mudiri Todd Harrison Xitoy, Rossiya yoki boshqa davlatlik hakkerlarning, ya'ni sun'iy hamrohlardagi uchur liniyasiga suqinib kirib, bu uchurlarni strategiyalik maqsadda ishlatishga kuchi yetadi deb qaraydi. Tasavvur qilg'ili bo'ladigan eng xatarlik hujum shuki, agar biraylan sizning qo'mondonlik kontrol markazingizdan sun'iy hamrohga uchur yo'llash liniyasiga suqinib kirib, sun'iy hamrohingizni kontrol qilib olsa, uni vayron qilib o'talaydi yoki hech bo'lmaganda siz ishiltalmaydigan qilib qo'ya oladi, dedi u. 2049 Project Institute'ning Xitoy ishlari mutaxassisi Ian Estommo olam bo'shliqining kelgusi urushdagi asosliq jangga bo'ladiganligidan shak qilmaydi. U bu jihatda mundaq deydi. Agar bu asrda
büyük kuchlar orasida urush yuz bersa, bu urush yer yuzidagi yoki havo boshliqidagi portlash sadolari bilan emas, balki sukunatga to'lgan tashqi olam boshliqidagi harakat energiyasining portlashi va lazer nurlarning yalt yo'ltlari bilan boshlanadi. Xitoy Amerikaning Tinch okeandagi kelgusi harbiy strategiyasiga cho'nqur ta'sir ko'rsatadigan sun'iy hamrohga qarshi qurollar bilan hapilshyotidi. Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi qurollarni yasashi, bo'libmi uning urushqoqlik bilan bu jihatdagi qurollarni to'xtamay sinab qilishi, bu jihatdagi kutilmagan darajadagi tez taraqqiyoti va bu xil taraqqiyot ko'lamining zo'rligi Amerikaning o'z strategiyasini qaytadan tangshishi va qurol yaroq yasash planlari jihatda bir qator o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Amerika urush planchilari Amerikaning Xitoy bilan yuz bergisi har qanday to'qinishda olam boshliqidagi Marvayit porti, ya'ni Pearl Harbor vaqasi ko'rilganda nima qilarini bilolmay, uchur davrining sarkisilik o'rnidan ayrilib, sanoat davri saviyasidagi bir davlatga aylanib qilish xavfiga intayin jiddiy muomala qilmoqda. Natijada Xitoyning allaqachon odamni qoyil qilg'udak saviyaga yetgan sun'iy hamrohga qarshi programmasi texmi pishib yetilish va kengayish bilan bir vaqtda Amerikamo bu xirisqa taqobil turish uchun o'zining sun'iy hamrohga qarshi qurollarga qarshi turish iqtidorini va keyingi avlod olam boshliq texnikasini tadrijiy kuchaytmoqda. Shuning bilan bu tashqi olam boshliqidagi isil musobaqa tipidagi raqobatga sabab bo'lmoqda. Amerika istixborot doiralari 2006-yili bir lazer aparatining Amerika razvedka sun'iy hamrohining ko'zini chaqnatayotganligini bayqagandan buyon Xitoy armiyasining sun'iy hamrohga qarshi lazer aparatlarini ishlatishi bilingan tahdid bo'lib qoldi. 2013-yilga kelganda olam boshliqini baza qilgan lazer qurollar sistemasini barpo qilish nomli harbiy dokladda Xitoy ozodlik armiyasining kelgusida lazer aparatlarni ishlatish plani oshkorlangan. Mazkur dokladda navbatda olam boshliqini baza qilgan yuqori energiyalik lazer qurollari uchun mukammallashtirilish bosqichida turayotgan texnikalar oshkorlangan. Olam boshliqidagi kelgusi urush halok qilg'uchi bo'lishi, bo'libmi harbiy harakatlar va xalqiliq puhraviy ehtiyojlar uchun ishlatiladigan sun'iy hamroh aloqa aslahalariga nisbatan texmi shundoq bo'lishi mumkin. Orbita sun'iy hamrohlarga elektr magnit impulsi orqali hujum qilish Xitoy ozodlik armiyasi olam boshliqi hujumida qo'llanadigan eng oxirgi usul bo'lishi mumkin. Xitoy ozodlik armiyasining elektromagnit impulsi hosil qilish uchun olam boshliqida yadro bombasini portlatish plani bor. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining boshqarilgan bombadan mudofaalanish idorasining sobiq olam boshliqi urush mutaxassisi Steve Lambaksning dokladida mundaq deyilgan. Xitoyning Amerikaning barliq orbitidagi sun'iy hamrohlarni tahdidga uchirtish iqtidori barg'ansir kuchaydi. Shundaqla ular o'zlarining kirish rad qilinadigan rayon strategiyasini qo'llaydigan ko'p o'lchamlik sun'iy hamrohga qarshi turish iqtidorini taraqqiy qildiryotidi. Shundaqla uning eng yaqinqi sun'iy hamrohga qarshi faoliyatlari o'zining harakatchan olam boshliqi qurollarini mukammallashtirishga markazlashtirganda qiladi. Beijing GPS'ga o'xshash Amerika tayinayotgan sun'iy hamroh texnikalarini chet el kuchlarining changilida qolgan cho'qim taqobil turish kerak bo'lgan qurol deb qaraydi. Shu vajidan Beijing o'zining Beydu sistemasiga tava 19 dona orbitida yo'l boshlash sun'iy hamrohini qo'yib berish, ya'ni bu sun'iy hamrohlardan yana 16 ni qo'yib berish planlanmoqda
o'z ichiga olgan ئالەم بوشلۇقى programmalarga milliardlab mablag' soldi. Bu sun'iy hamrohlar Xitoy ozodlik armiyasining xalqarodagi ta'sirini va uzoq musofirlik hujumchi qurollarini kuchaytirishga turtki bo'ladi. Xitoy armiyasining eng muhim nishoni Amerikaning Hindi Tinch okean rayoniga kirishini to'sishdir. Xitoy yana o'zi ئالەم بوشلۇقىدىكى تور urushi deb atagan planlarni oshkorlagan. 2012 yılı 12 ayda raqamlik vositalar orqali ئالەم boshliqi urush qo'zg'ash haqida to'xtalgan shu mavzuliq tadqiqot doklati e'lon qilingan edi. Bu dokladda ئالەم boshliqi tor hujumi, ئالەم boshliqi texnikasini shundoqli qattiq zaxmlash, ya'ni boshqariladigan bomba degandek hujumchi qurollar bilan qo'llanadigan hujumni ko'rsatdi. Va yumshoq zaxmlash, ya'ni yumshoq zaxmlash deganimiz qarshi tarafni o'zi tarafning signaliga normal ishlatilmaydigan qilishni ko'rsatdi. Odatda o'zi tarafning signalini ojizlashtirish yoki soxta signal taqitishdan iborat ikki xil turi bor. Metodlarni o'z ichiga oladi. Mazkur hujum o'z tarafning ishlarining normal yurishiga kapolatlik qilish bilan bir vaqtda tor bo'shliqidan foydalanib, dushmanning tor harakatlarini yoki tor aslahalarini faolllashtirish, ojizlashtirish, ularga kashil tug'dirish yoki ularni vayron qilib o'tish imkoniyatiga ega qiladi deyilgan. Başqa hujum metodlaridan tor sistemasiga elektromagnitlik kashili tug'dirish, tor sistemasiga ulanish, hakkerlik hujumi, uchur aldamchiligi va kashili tug'dirish texnikasi, virus tarqitish, singish hujumi va tor mulozimatiga erishishga to'sqinlik qilish hujumi texnikalari qatorliqlar bor. 2011 yildagi Xitoyning bir parcha harbiy asrda yuqori besimliq mikro to'lqinli qurollarni Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi 3 xil energiyalik qurol hujumining biri sifatida qo'llanish plani oshkorlangan. Bir xabarda mikro to'lqinning portlashi maxfiyatlik, yuqori unum, keng hujum doirasi va atrofdagi muhitning ta'siriga bo'lgan qarshilik kuchi bilan ta'minlaydi deyilgan edi. Texmi hushyor bo'lishga tegishlik ئالەم boshliqi urushi texnikalaridan yana biri Xitoy ozodlik armiyasining bosh qurol yaroq bo'limi 2014-yili 2-oyda e'lon qilgan strategiyalik ئالەم boshliqi kuchi hozirlash haqidagi maqolada tilga ilingan bo'lib, uningda tashqi ئالەم boshliqi cho'ng kuchlar orasidagi asosliq raqobat sahnasiga va xalqaroliq strategiyalik raqobatdagi yangi halqaliq nuqtaga aylandi. Shundaqla ئالەم boshliqi kuchi yangi asrda krizisni tizginlash, urushni yengish, davlatning haqqi huquqini qo'g'dash jihatlaridagi hal qilg'uchi kuchga aylandi. ئالەم boshliqi kuchi hozirlash qadamini tezlatish eng muhim strategiyalik ahamiyatga ega deyilgan. Xitoyning ئالەم boshliqi urush jihatdagi tahdidiga aloqador shuncha ko'p dalil isbotlar borligiga qaramasdan, Xitoy armiyasi oshkor so'rinlarda davomliq Gerçi Xitoyning ئالەم boshliqi urushiga tayyorligi bo'lmasimi, lekin Xitoy hali ham ئالەم boshliqida urush portlashini xohlamaydigan tinchlikparvar davlatdir degan safsatini tarqatmoqda. Xitoy ozodlik armiyasining dashovi Ren Guochang Amerikaning ئالەم boshliqi qurollari planlari haqida Xitoy izchil tashqi ئالەم boshliqidan tinch foydalanishni himoya qilib, tashqi ئالەم boshliqiga qurol o'rinlashtirish va harbiy hozirlik raqobatiga yo'l ochishga qarshi turib keldi. Shundaqla Xitoy tashqi ئالەم boshliqida qurol kuchi ishlatish yoki qurol kuchi ishlatadiganligi haqida tahdid shakllantirishga izchil qarshi dedi. Amerika hukumati va xalqning Xitoy kompartiyasining faoliyatlari va bayonotlar jihatdagi aldamchilik va ko'z bo'yamchiliklarini tushunishiga yordam qilish uchun Beijing
ئالەم بوشلۇقىدىن تىنچ پايدىلىنىش ئۇقۇمىنى ئىزچىل ئىلگىرى سۈرۈپ كەلدى degan كاززاپلىقى cho'qim ochiq pash qilinishi kerak. Texmi muhimi Xitoyning ئالەم boshliqidagi urush qilish iqtidoriga taqobil turish uchun cho'qim tadbir qo'llanilishi lozim. Havo armiyasining 4 yulduzliq generali shtab boshlig'i Goldfein shundoq degan. Biz bir qo'shin bo'lish sifatimiz bilan bugun havo armiyasi ustunligiga qaratgan jo'shqinlik va g'o'jadorlik to'yg'imizni cho'qim olam boshliqidagi ustunlikni qo'lga keltirishga qartishimiz lozim. Amerika kelgusi olam bo'shliqi to'qinishida har zamon ovchi bo'lishi kerakki, ov bo'lib qolmasligi kerak dedi. Davomi kelarki sonda ulab beriladi. İngilisçidən tərcüm qılğuçı ھېكمەتيار İbrahim, ئەنۋەر قاراقۇرۇم. Mənbə, Uyğurlar tor ژورنىلىنىڭ 9 sanidən ئېلىندى.